Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Men Buxoro davlat tibbiyot universiteti anatomiya, klinik anatomiya O'qta kafedrasi dotsenti Temirova Nazokat Rustamovna. Siz bilan bugungi mavzuyimiz og'iz bo'shlig'i, sut va doimiy tishlar, til, halqum, qizil'o'ngachning anatomiyasini ko'rib chiqamiz. Og'iz bo'shlig'i cavitas oris deb nomlanadi. Og'iz bo'shlig'i ikki qismdan iborat. Og'iz dahlizi vestibulum oris hamda xususiy og'iz bo'shlig'i cavitas oris propria deb nomlanadi. Dahlizni chegaralaymiz. Oldindan yuqori va pastki lablar bilan, orqa tomondan yuqori va pastki jag'ning kesuv tishlari bilan chegaralanadi. Xususiy og'iz bo'shlig'i cavitas oris propria yuqori tomondan qattiq hamda yumshoq tanglay, palatum durum hamda palatum molle. Pastki tomondan til va og'iz diafragmasi bilan, oldingi tomondan yuqori va pastki jag' tishlarining tilga qaragan yuzasi bilan, ikki yon tomondan lunchlar bilan, agar tishlar yopilgan bo'lsa, premalyar va malyar kichik hamda katta oziq tishlar bilan chegaralanadi. Orqa tomondan esa o'z-o'zidan tomoq teshigi ismus fausum orqali halqumga bog'lanadi. Tanglay bizda ikki xil bo'ladi, qattiq hamda yumshoq tanglay. Qattiq tanglay palatum durum yoki palatum ossium deyiladi, ya'ni suyakli tanglay. Yumshoq tanglay esa palatum molle deyiladi. Qattiq tanglay palatum durum yuqori jag'ning tanglay o'sig'i va tanglay suyagining gorizontal plastinkasi hisobiga hosil bo'ladi. Qattiq tanglayning suyak qismida biz ko'rishimiz mumkin canalis incisivusni hamda canalis palatinus majorlarni ko'rishimiz mumkin. Yumshoq tanglay palatum molle deb aytiladi. Yumshoq tanglay asosini 5 ta muskul tashkil etadi. Muskullar demak: musculus palatoglossus, musculus palatopharyngeus, ya'ni tanglay til mushagi, tanglay halqum mushagi, musculus uvula tilcha mushagi, musculus levator veli palatini, tanglay chodirini ko'taruvchi mushak va musculus tensor veli palatini, tanglay chodirini taranglashtiruvchi mushaklarni tashkil etadi. Mana bu joyda og'iz bo'shlig'i, xususiy og'iz bo'shlig'iga kirganda yumshoq tanglayni ko'rishimiz mumkin. Demak, yumshoq tanglaydagi ikkita mushak, musculus palatoglossus hamda palatopharyngeus, bular ikkalasi ravoq hosil qiladi. Shu nomli ravoqlar arcus palatoglossus hamda arcus palatopharyngeus, ular ikkalasi orasida bo'shliq bo'lib, bu sinus tanzillaris deb nomlanadi. Bu yerda esa tanzilla palatina, tanglay murtagi joylashadi. Avvalambor bilishimiz kerak yumshoq tanglayning vazifasini. Bizga ma'lumki, qattiq tanglayning vazifasi burun bo'shlig'i bilan og'iz bo'shlig'i orasidagi chegara hisoblanadi. Yumshoq tanglayga ahamiyat bering. Mana shu holatda turishi bu yumshoq tanglayning chodiri hisoblanadi. Biz yutish akti qilgan paytimizda, ya'ni chaynadik yutish akti bo'lgan paytda yumshoq tanglayni ko'taruvchi mushak hamda taranglashtiruvchi mushaklar ishlab, bu halqumning burun qismini yopadi. Natijada ovqat luqmamiz halqumdan qizil'o'ngachga o'tib ketadi, burun bo'shlig'iga o'tmaydi. Yumshoq tanglayning asosiy vazifasi shulardan iborat. Tishlar. Demak, tishlar dens deb nomlanadi. Sut tishlari 20 ta, bular dentis decidivus deyiladi. Doimiy tishlar esa 32 ta bo'lib, dentis permanentis deb nomlanadi. Demak, har bir tishda 3 ta qism tafovut qilinadi. Tishning toji corona dentis, tishning bo'yni cervix dentis hamda tishning ildizi radix dentis tafovut qilinadi. Har bir tishning ildizining uchida foramen apex dentis bo'lib, bu yerdan qon tomir nervlari kiradi va tishning yumshoq moddasi pulpani hosil qiladi. Demak, tishlar toj shakliga qarab 4 xil bo'ladi. Demak, tishlarimiz yuqori hamda pastki jag'ga 4 tadan 8 ta bu kesuvchi yoki kurak tishlar dentis incisiva deb nomlanadi. Mana qizil rangda tushunarli bo'lish uchun qo'yilgan dentis incisiva. Keyingisi 2 tadan 4 ta, har bir jag'da 2 tadan 4 ta bu qoziq tishlar dentis canina deb nomlanadi. Keyingisi kichik oziq tishlar
Demak, bu kichik oziq tishlar dentis premolaris sut tishlarda mavjud emas, doimiy tishlarda bo'ladi. Ularning umumiy soni 8 ta dentis premolaris deb nomlanadi, hamda katta oziq tishlar dentis molaris deb nomlanib, bular sut tishlarda demak 8 ta, doimiy tishlarda esa 12 ta bo'lib hisoblanadi. Demak, tishlarning tosh shakliga qarab shakllarni ko'rib chiqdik. Insiziva, kanina, premolar, molar. Tishlarning tosh shakliga joylashishiga ko'ra tishlarda quyidagi yuzalar tafovut qilinadi. Demak, birinchisi fasces vestibularis, dahlizga qaragan yuzasi. Keyingisi mana chaynov yuzasi, fasces occlusus yoki fasces masseter deb nomlanadi. Keyingi yuzamiz demak bir-biriga qaragan yuzasi, bular fasces contactus deyiladi. Buning o'zi ham ikkiga bo'linadi. Demak, tish medialdan lateralga borishi bilan birga kontakt yuzalar ikki xil bo'ladi. Fasces contactus mesialis va fasces contactus distalis deb nomlanadi. Ichki tomondan esa tishlar yuqori jag'lar uchun fasces palatina, pastki jag'lar uchun fasces lingualis deb nomlanadi. Xo'p, biz bilamizki, bolalarda sut tishlari 6 oylikdan boshlab chiqishni boshlaydi. Bunda chiqish muddati quyidagicha tafovut qilinadi. Medial kurak tishlar yuqori jag'da 1-7 oyda, lateral kurak tishlar 8-9 oylikda. Demak, qoziq tishlarimiz dentis canina bolalarda 18 oyda, birinchi katta oziq tishi 14 oyda, ikkinchi katta oziq tishi 24 oyda chiqishni boshlaydi. Ya'ni bola 2 yoshar bo'lgan paytda jami 20 ta tishi chiqqan bo'lishi kerak. U albatta bolada kalsiy yetish yoki yetmasligiga ham bog'liq bo'ladi. Doimiy tishlar bizga bolalarda birinchi molar tishlar chiqishidan boshlanadi. Katta oziq tishlar, demak bizga ma'lumki, birinchi katta oziq tishimiz 6-8 yoshda chiqadi. Kurak tishlarimiz 7-8 yoshda, medial kurak tishlar, lateral kurak tishlar 8-9 yoshda, qoziq tishlarimiz 11-12 yoshda, premolar birinchisi 10-11 yoshda, ikkinchi premolarimiz 10-12 yoshlarda chiqadi. Demak, birinchi katta oziq tishimiz 6-8 yoshda, ikkinchi, uchinchi katta oziq tishlarimiz, demak, ikkinchi katta oziq tishimiz 12-13 yoshda, uchinchi katta oziq tishimiz bular aql tishlar deb nomlanadi. Demak, dentis serratinus u 17-21 yoshda chiqadi. Aql tishlar aqllikni belgilamaydi. Aql tishlar kimlardadir chiqmasligi ham mumkin. Demak, aql tishlar ko'pincha chaynov prosesida ishtirok etmaganligi uchun tezroq kariesga beriladi. Til, lingua, lotinchasi lingua, grekchasi glossa deb aytiladi. Demak, til mushakli a'zo bo'lib, unda 3 ta qism tafovut qilinadi. Birinchisi radix lingua, tilning ildizi, o'rta qismi, kengaygan qismi dorsum lingua hamda tilning uchi apex lingua tafovut qilinadi. Bizga ma'lumki, til ta'm bilishda, ovqat luqmasini aylantirishda hamda talaffuzda yordam beradi. Demak, tilning ta'm bilishi uchun bizda mana tilning yuzasida joylashgan so'rg'ichlarni ko'rishimiz mumkin. Buni mikroskopik holatda mana bunday ko'rishimiz mumkin. Demak, tilda quyidagi so'rg'ichlar tafovut qilinadi. Ipsimon so'rg'ichlar papilla filiformis, zamburug'simon so'rg'ichlar papilla fungiformis deyiladi. Yoki o'rtada ularda joylashgan papilla konusimon, papilla konisi deyiladi. Demak, halqasimon bor papilla vallati hamda ikki yon tomonda bargsimon so'rg'ichlar papilla foliati tafovut qilinadi. Papilla vallati mana bu joyda joylashgan bo'lib, mana e'tiboringizni qarating. Demak, mana shu papilla vallatidan yuqori qismi chegara. Bu liniya terminalis deb aytiladi. Ildizi bilan dorsum o'rtasida joylashgan. Mana bu ko'rayotganlaringiz bular zamburug'simon so'rg'ichlar papilla fungiformis deb aytiladi. Biz yuqorida ta'kidlab o'tdik, til mushakli a'zo deb. Demak, tilda 4 ta xususiy hamda 3 ta skelet mushaklari tafovut qilinadi. Skelet mushaklari demak bizada 4 ta, bular musculus palatoglossus. Yuqorida buni biz yumshoq tanglar mushagiga aytib o'tib ketdik. Asosiy mushagi demak musculus styloglossus. Bu processus styloideusdan chakka suyagining bigissimon o'sig'idan boshlanib tilga birikkan. Keyingisi musculus genioglossus.
bu pastki jag'ning iyagidan spina mentalisdan boshlanib tilga yo'nalgan va keyingisi musculus hyoglossus, ya'ni til osti suyagidan tilga yo'nalgan bo'ladi. Tilning xususiy muskullarini ko'radigan bo'lsak, yuqori bo'ylama mushagi musculus longitudinalis superior, pastki bo'ylama mushagi musculus longitudinalis lingualis inferior, vertikal mushagi bor. Demak, bu vertikal mushak mana genioglossus tomonidan ketyapti. Bu musculus verticalis hamda ko'ndalang muskul musculus transversus lingua deb nomlanadi. Halqum faringes. Demak, halqum burun bo'shlig'idan kelgan havoni hiqildoqqa, og'iz bo'shlig'idan o'tayotgan ovqat luqmasini qizilingachga o'tkazib berish vazifasini bajaradi. Halqum topografiyasini ko'radigan bo'lsak, kalla tashqi asosidan, demak, eslaymiz, ensa suyagida tuberkulum faringium degan qism bor edi. Mana shu joydan kalla tashqi asosidan boshlanib 6-bo'yin umurtqasigacha davom etadi. Joylashgan joyga qarab 3 ta qismi tafovut qilinadi. Demak, bu nazofaringeus deymiz, bu halqumning burun qismi. Halqumning og'iz qismi orofaringeus hamda halqumning hiqildoq qismi laryngofaringeus deb aytiladi. Topografiyasini ko'radigan bo'lsak, demak, kalla tashqi asosidan bu skeletopiyasi 6-bo'yin umurtqasigacha joylashgan. Sintopiyasini ko'radigan bo'lsak, halqumning orqa tomonida bo'yin mushaklari va bo'yin umurtqalari va bo'yinning chuqur joylashgan mushaklari. Yuqoridan kalla tashqi asosi yoki biz aytishimiz mumkin halqum gumbazi deb. Oldingi tomonda mana e'tibor qiling, devor yo'q. Ya'ni burun bo'shlig'i va og'iz bo'shlig'ida chegara mavjud emas. Oldingi devorni faqatgina biz hiqildoq qismida ko'rishimiz mumkin. Yon devorini esa bo'yinning tomirli, nervli dastasi, ya'ni unda joylashgan umumiy uyqu arteriyasi, ichki bo'yinturuq venasi va adashgan nerv tashkil etadi. Bizga ma'lumki, halqum mushakli a'zo, ya'ni buning tarkibida mushaklar tafovut qilinadi. Mushaklari, demak, bunda ham xususiy hamda skelet mushaklari bo'ladi. Xususiy mushaklarni biz konstriktorlar deb nomlaymiz. Skelet mushaklari, demak, musculus stylofaringeus, musculus palatofaringeus bo'lib hisoblanadi. Ya'ni halqumni yuqoriga ko'tarib turadi. Konstriktor mushaklari esa musculus constrictor bilan mana orqa tomonda rafa faringeyani hosil qiladi. Musculus constrictor faringea superior, musculus constrictor faringea media va musculus constrictor faringea inferior deb nomlanadi. Ya'ni bular, demak, kalla tashqi asosdan, til osti suyagidan hamda qalqonsimon tog'ay tomonidan boshlanib, orqa tomonga yo'naladi va chokni hosil qiladi, rafifaringeyani. Demak, halqumning asosiy vazifasi ovqat luqmasini yutish uchun bizga muskullar kerak bo'ladi. Mana bu yerga e'tiboringizni qaratsangiz, demak, halqum varonkani eslatadi, yuqorida gumbazi turadi, pastki tomonga ingichka bo'lib ketadi. Halqumning burun qismi bilan og'iz qismi orasidagi chegara yumshoq tanglay bo'lib hisoblanadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, yutish akti bo'lgan paytda mana yumshoq tanglay chodiri ko'tarilib, taranglashib, halqumning burun qismini yopadi. Hamda mana og'iz chegarasi yumshoq tanglaydan hiqildoq usti qopqog'igacha bo'lgan qism. Mana bu hiqildoq usti qopqog'i epiglottis deb nomlanadi. Aynan yutish akti bo'layotgan paytda yumshoq tanglay ko'tarilib halqumning burun qismini yopsa, yutish akti natijasida til ildizi hiqildoq usti qopqog'ini yopishi natijasida, demak, bizga hiqildoq bo'shlig'i yopiladi va ovqat luqmasi o'z-o'zidan halqumdan qizilingachga o'tib ketadi. Xo'p, mana bu halqumni hozir ko'rgan rasmimiz, demak, Pirogov valzer halqasi haqida gaplashamiz. Bu halqumning burun va og'iz qismida joylashgan murtaklarning joylashuvi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni 6 ta murtak mavjud. Bular hammasi Pirogov valzer halqasi deb aytiladi. Pirogov bu rus olimi, valzer bu nemis olim bo'lib, ikkala olim bir vaqtning o'zida bularning mavjudligini isbotlab, immun tizimiga ahamiyatini isbotlagani uchun Pirogov valzer halqasi deb nom berilgan. Uning tarkibiga 6 ta murtak kiradi. Bulardan ikkitasi toq, ikkitasi juft. Demak, toqlarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi tanzilla lingualis, bu tilning ildiz sohasida bo'ladi. Keyingisi tanzilla faringeya, halqum murtagi yoki buni tibbiyotda adenoid deb aytamiz.
Keyingisi, demak, qarang, tanzilla faringeya halqumning burun qismida joylashyapti. Keyingisi tanzilla tubaria. Bu nay murtagi, ya'ni eshituv nayning, demak, halqumga ochiladigan burun qismida mana shu murtag joylashgan. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, tanglay murtagi bu tanzilla palatina deb nomlanadi. Bularning asosiy ahamiyati, demak, og'iz va burun bo'shlig'i atrofini halqa sifatida o'rab olgan Pirogov-Valzer halqasi deb shu uchun nom berilgan. Asosiy ahamiyati immun sistemaga juda katta yordam beradi. Qizilo'ngach, ezofagus, naysimon a'zo, qizilo'ngach, demak, 6-bo'yin umurtqasidan 12-ko'krak umurtqasigacha davom etadi. Umumiy uzunligi 25 cm gacha bo'lib, 3 ta qismi tafovut qilinadi. Uning bo'yin qismi pars cervicalis, ko'krak qismi pars thoracica hamda mana diafragmadan o'tgan qismi pars abdominalis bo'lib hisoblanadi. Demak, qizilo'ngachda qavatlari, ichki shilliq qavati tunika mukoza, shilliq osti qavati, shu shilliq qavat ostida tunika submukoza, muskul qavati tunika muscularis hamda tashqi tomon e'tibor qiling, diafragmagacha bo'lgan qismi biriktiruvchi to'qima qavat bo'ladi, tunika adventitia, pastki qismi esa, demak, tunika serozi, ya'ni qorin parda bilan qoplangan bo'ladi. Diafragma naysimon a'zo bo'lsa-da, o'zining toraymalariga ega. Bunda 3 ta anatomik, 2 ta fiziologik torayma tafovut qilinadi. Anatomik toraymasi birinchisi halqumdan qizilo'ngachga o'tish qismida, ikkinchisi traxeyaning ikkiga bo'lingan, ya'ni bifurkatsiya sohasida orqa tomonda biroz joylashgan hamda diafragmadan o'tish joyida anatomik toraymalar tafovut qilinadi. Fiziologik toraymalarni ko'radigan bo'lsak, mana bu tomirimiz aorta tomiri. Bu aorta ravog'i, keyingi darslarda muhokama qilamiz. Aorta bilan kesishgan joyda aortal toraymasi bor, konstriksiya aortalis deyiladi hamda qizilo'ngachning oshqozonga qo'shilgan qismi bor, bu kardial torayma deb nomlanadi. Toraymalarning yaxshi tomoni ovqatni porsiya qilib o'tkazadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri yegan ovqatimiz oshqozonga tushishdan oldin porsiya qilib o'tkaziladi. Shuning uchun qattiq ovqatlar iste'mol qilingan paytda tiqilishlar kuzatiladi. Demak, yomon tomoni ham bor, salbiy tomoni. Bilib-bilmay kuyishlar natijasida mana uksuslar yoki kuchli kislotalar, eritmalar vositasida yoki issiq suvlarni ichishimiz natijasida toraygan joylar yanada torayishi insonga yutish aktini qiyinlashtirishga olib keladi. E'tiboringiz uchun rahmat.